nutq so'zlash har bir mutaxassis uchun juda ham kerakli vosita hisoblanadi. Ayniqsa shifokorlar uchun. Shifokorlar bemorlar dardiga nutq orqali, so'z orqali darmon bo'ladi. Men Ubaydullayev Doston Hamidovich Shoh International Hospital klinikasida kardiya jarroh lavozimida faoliyat olib boraman. Shuni anglab yetdimki, bilimingiz zo'r bo'lishidan qat'iy nazar, siz ularni atrofga tushuntirib bera olmasangiz, bemorlar bilan kerakli muloqotni qila olmasangiz, bu bilimingiz foydasi yo'q. Shu holatdan kelib chiqib, men Sirojiddin Usarovning nutq laboratoriyasi offline kursida ishtirok etdim. Menga yoqqan tomoni, har bir dars amaliyot bilan birgalikda olib boriladi va individual tarzda shug'ullaniladi. Bundan tashqari, kurs davomida o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob oldik va men bu kursda o'qib, o'zim uchun kerakli barcha natijalarni oldim. Sizlarga ham bu kursni tavsiya qilaman. Kursdan keyingi natijalar menda quyidagicha. Katta auditoriyalarda gapirganda avval menda kuchli hayajon bo'lardi. Hozir men bu hayajonni qanday yengish, kamera oldida qanday so'zlash kabi ko'nikmalarga ega bo'ldim. Bugungi kunda men ijtimoiy tarmoqlarda shifokorlik blogimni yuritmoqdaman va bu kursdan o'rgangan amaliy ko'nikmalarim menga asqotmoqda va xalqimizga foydali tibbiy ma'lumotlarni ulashmoqdaman.